Kimedir narx muhim dostlar, kimedir sifat muhim. Siz ailengizde hatırcam oturuşunu terliysizmi yoki korku esasida oturuşunu xayliysizmi? Ailengizde hatırcam oturuşunu isterseniz Xorazm beton bilan qoling. Dostlar, oxirgi videolarimizdan keyin ko'pchilik odamlar bir xil savolni berib turibdi, ya'ni plitalaringizni ishlab chiqarib turgan mahsulotlaringizni narxi qancha? Keling shu savollarni hozir korxonamizning asoschisi va rahbari Davronbek akamizdan so'rab bilib olamiz. Yoshulli hozir ko'p obunachilarimiz so'rab turibdi, ishlab chiqarib turgan plitalarimizning narxi qancha? Shu savollarga javob berib bersangiz o'zingiz. Plitaning narxlari bizda asosan metri 250 ming so'mdan boshlanadi. 300 ming so'm, 350 ming so'mgacha davom etib ketaveradi metri. Asosiy buni kvadratini hisoblayman desangizlar, asosiy yodda qo'ysak, klientlarimiz 1 metr kvadrati 220-230 ming so'mdan tushib boradi. Mijozlar uchun. Misol uchun 100 kvadratlik joy solsak, shuni bilsin, har metr kvadrati 220 ming so'mdan tushadi. Bu degani 100 kvadrat joyni 22 million so'm bosiradi degan imkoniyati bo'ladi. Odamlar yana shu narsaga qiziqib turibdi. Plitalarimizning narxi nollara qarab o'zgaradi. Plitalarimizni asosan 3 xil nagruskada ishlab chiqariladi. Texnologiyasi 450 lik nagruska deb aytiladi. Bu asosan tom uchun ishlatiladi. 600 lik nagruska bo'ladi. Oralar qavatlar orasida ishlatiladi. Asosan kotej 2 qavatli kotejlar uchun, 3 qavatli kotejlar uchun ishlatiladi. Bularni plitani montaj qilib, перегородка bilan xohlagan joyidan bo'lib ketish imkoniyatini beradi yarim kerucha. Keyin 3-chi nagruskamiz bo'ladi 800 lik deb aytiladi. Ustunda og'ir stanok, mashinlarni asosan domni podval qismına bosiladi. Domni shu birinchi qavati magazin bo'ladi. Shu magazinlarda og'ir narsalar turishi uchun bo'ladi. Shunga qarab nagruska o'zgaradi. Buni qo'yilgan armaturga qarab metrida farqi bo'lib boshlaydi. Yana ham obunachilarimiz shu savolni berib turibdilarki, bozorda bizanikidan ham arzon plitalar mavjud. Sizlarning plitalaringiz bozordagi arzon plitalar bilan nerenda farq qiladi degan savollarimiz ko'pincha berilib turibdi. Shu savolni to'xtalib o'tsak. Buni yaxshi hozir gap bilan tushuntirgandan o'zini bir nelarda tushuntirib berganimiz yaxshiroq. Yana bu yerda qo'shni korxonadan kelib qolgan plita bor. Qo'shni korxonani rekonstruksiya qilish uchun bir mijozimiz, o'zimiz birodarimiz sotib olgan, sotolmagandan bu yerga kelib tushirib qo'ydi. Pulim baylanib qoldi. Bu bizning plitamiz. Hozir yaqinroqdan olib plitani ko'rsatsangiz, plitani yonidan, ustidan uklonlari bo'ladi. Asosan plitamiz hozir yuqori qarab qayishib turibdi bizanikidan. Uni eng yaxshisi barib bergi plitani ko'rib beramiz joyinda. Yine qo'shni korxonadan kelib qolgan bizning plitamiz emas. Qo'shni korxonadan kelib qolgan plita. Bundan necha dona armatur bor, hech kim bilmaydi. İçi yashirin, sirli, markasini ichik. Chiqib turgan bunda vipusк armatur yo'q. Montaj jarayonlari uchundan bu narsalar ham katta rol o'ynaydi. Buni setkasi bormi ustunda yo'qmi, uni ham bilish qiyin. Buni yana turgan joyida sinib turibdi, ko'rib turibsiz. Sinib treshin berib ketgan. Plita yana yaroqsiz holda turibdi. Bu plitalar misol uchun hozir sotib olaman desangiz, sizga metrini 200 ming so'mdan, kvadrati 150 ming so'mdan ham tushadi. Lekin bozorda shunday sifatsiz plitalar ham bor. Endi bularni uklonni qarashingiz mumkin. Misol uchun pastga qarab qayishib qolgan, bel berib. Bu plitani o'zi asosiy funksiyasi bor. 1,5 santimetr bel berishi mumkin. Bu plita o'zi durib sho'rni o'zida 2 santimetr bel bergan. Bu yana bel bersa sinib ketish ehtimoli ko'payadi, odamning ustuna tushib ketishi mumkin. Plitalarda ko'rishingiz mumkin, yoriqlar, hamma yeri treshin bo'lib ketgan. Bu markani, betonni markasi pastligidan sement ekonomatilgan bo'lishi mumkin yoki sifatsiz mahsulotlardan foydalangan bo'lishi mumkin. Yaqinroqdan olsangiz yana yoriqlarni, nalarni ko'rishingiz mumkin. Keyingi savolni beravering. Xo'p, hozir bizdan obunachilarimiz plitalarni xarid qilsalar, yetkazib berish içinde bo'ladimi yoki alohida bo'ladimi? Shu haqdan savollar ko'p tushib turibdi bizga. Endi bizda asosan yine hozir ro'za Ramazon oyida yetkazib berish bizning korxonamizdan ro'za oyida bonus bo'lib turibdi. Bonus bo'ldi. Shundan bir bizning kuzatishda davom etib borsalar, biz yil davomida 4-5 marta shundan bir aksiyalarni, boshqa nalarni o'tkazib turamiz. Shu yurtdoshlarimizga oson, qulay bo'lishi uchun shundan bir bayramlarda, bir boshqa tadbirlarda shundan aksiyalarni o'tkazib turamiz. Shu bir qanchadir 1 oy muddat, 2 oy muddat yetkazib berishni korxonamiz bo'ynina oladi va yetkazib beradi. Xo'p, Yoshulli, hozirgi kunlarda plita olish istagida bo'lib turgan yurtdoshlarimizga nechik plitalarni tanlashni tavsiya berasiz?
Hazırda plitelerini bu yerda görüp turganımız Rossiyskiy texnologiya deb aytiladi. Rossiyskiy texnologiya bo'yicha quyilgan plita karkasniy variant bo'ladi, и напряженный variant bo'ladi. Bu görüp turganingiz boshqa korxonadagi karkasniy variant. Bunda armatur boyuqligi bilinmaydi. Hech qanday bilib bo'lmaydi. Inay bunda bu yoqda bizning plitamiz turibdi, ina keling. Ina bu yerda bizning plitamiz turibdi. Navni alam tavsiya beramiz, bizdan olishingiz shart emas. Kimni olgan bo'lsangiz ham armatur напряженный tartilganini olsangiz, ina bu yerda armaturi ko'rinib turadi. Soni hammasi ko'rsatilib turibdi, soni. Necha dana, 4 dana bormi, 7 dana bormi? Soni ma'lum. Ina vipuslara chiqib turibdi. Ertang sizni shu obyektingizga borganda ham gasindagi korxonalar ruxsat beradi. Unga ruxsat bermaydi. Tushib ketish. Buni har bir chiqib turgan simin ham даже montaj jarayoni bor. Nechun buni 8lik armaturdan chiqardik? Nechun 6lik emas? Buni har bir proyekt asosida ishlanadi bizda. Kimni olsangiz ham напряженный tartilgan plitani olsangiz, bunga yaraksiz armaturni ishlatib bo'lmaydi. Armatur suzish jarayonida uzilib ketadi. Shuning uchun faqat eng yaxshi versiyani ishlatib bilamiz. Ham buni markasi kuchliroq bo'ladi, напряженный deganni. Bular 300-350 markada ishlab chiqiladi. Bular bergi plitalar 200-150 markada ham ishlab chiqarish mumkin. U qachonki bunga og'irlik tushib, yük ko'tarish jarayonida unda o'zini og'irligini ko'tarilmay sinib ketish ehtimoli bor. Bu hozir sinov jarayonida turibdi. Bu plita o'zi tep-tekis bo'lgan. Quyib chiqqanimizdan keyin balandga qarab mundab qayishgan. Shuni evazini buni markasi agar past bo'lsa, shu yerni o'zini sinib bizlara brak holatiga kelib chiqadi. Shuning uchun yurtdoshlarimizga tavsiya beramiz, обязательно rossiyskiy texnologiya oladigan bo'lsalar, yine armaturu tartilgan напряженный vaziyatni olsalar, agar dim klientlarimiz xohlasa bunga zo'r vaj kerak bo'lsa, bizda hozir yangi Yevropa liniyasida, Yevropa texnologiyalariga javob beradigan ispanskiy liniyada plitalarimizni ishlab chiqarish boshlandi. Xudo xolasa uni ham обязательно bir kun yoritib berishga harakat qilamiz. Hozircha biza faqat PK rossiyskiy texnologiya bo'yicha quyilgan plitalarni ishlab berdik. Narxlari bo'yicha qisqacha sizlarga tushuntirib berdik, tavsiyalarimizni aytdik. Dostlar, videomuzda görgen plitelerimizin narxları, PK plitelerimiz narxları edi. Eğer sizlere topu plitelerimiz ve sokunlu bloklarımızın narx kızık boladan bolsa, videomuza like basın, bizni küzatishda davom qiling dostlar.